Gapingiz esizdami? Rossiyaga borganda aniqlamagan narsani sizlar aniqlaysizlarmi degansiz siz menga o'shanda. Aniqlabmizmi? Homilador bo'ldimi? Bu degani faqat Rossiyada bilimli doktorlar bor degani emas, bizda ham bor. Sabab chiqildi mana Alloh. Xo'p, tozada beruvdi sizda Rossiyada. Xo'p, qara, bitta diagnozing qolib ketgan qilinmay, tushundingmi? Endi 9 oy sani retrovirusniy lecheniyadan olib o'tiramiz. O'sha bitta naqayni qoldiradigan bo'ldik-ku o'sha payt. Keyin kelasan. Qanchada gestrodan keyin qachon operatsiya bo'lgan deysan? 22-da, 1 oy почти. Уже homilador. Hech qayerda uzida yetishmagan deb keluvding. Bo'ladi shunaqa situatsiya. Bizdan chiqadi, boshqa joylarga boradi. Matkani ichida polip tursa bilasanmi nima bo'ladi? Qoldi qolib ketsa matka chirib ketadi-yu deydigan doktorlarimiz ham bor shunaqa. Doppler rejimida o'zi qilamiz, o'shaning uchun mana shunaqa ko'p holatlarda sababchi bo'lib qolamiz.